Kunlardan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizni xonasidan kechqurun chiqib ketdi tashqariga. Oysha onamiz aytadi, rashkdan qo'zib ketdi. Chunki payg'ambarimizning boshqa ayollari ham bo'lgan. Bir qancha vaqtdan keyin qaytib keldi, meni qilib o'tirgan ishimni ko'rdi deydi. Ya'ni jahli chiqqanidan, norozi bo'lganidan, rashk qilgandan shu bu narsalarni ontarib o'rgan bo'lsa kerak-da. Chunki Oysha onamiz yosh bo'lgan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ha, shaytonimiz kelib qoldimi?" dedi. Oysha onamiz, "Men bilan shayton bormi hali?" Payg'ambarimiz ha dedi. "Ya Rasululloh, har bitta odamda bormi bu shayton?" "Har bitta odamda bor." "Siz bilan bormi shayton?" Payg'ambarimiz aytdilar, "Ha, lekin Robbim uni yengishimga menga yordam berdi. U musulmon bo'ldi." Rasulullohga biritilgan shayton Allohning fazli bilan mag'lub qilindi va payg'ambarimizni faqat yaxshilikka buyurdi. Bu faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga berildi.